Namangan viloyati Kosonsoy tumani Yoshlik mahallasida muhabbat fojiaga aylandi. Navobod ko'chasida yashovchi yosh yigit sevgan qizini rashk sababli ayovsiz ravishda pichoqlagan. Ma'lum bo'lishicha, o'zaro janjal vaqtida u qizning ko'krak va qorin qismiga bir necha marotaba tan jarohati yetkazib, voqea joyidan qochib ketgan. Og'ir ahvolda shifoxonaga olib borilgan qizga shifokorlar tomonidan tezkor tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ammo afsuski, olingan og'ir jarohatlar uning hayotini saqlab qolish imkonini bermadi. Hozir shu haqda manzilda bo'lgan muxbirimiz Husniddin Hamidov mavzuni davom ettiradi. Namangan viloyati Kosonsoy tumanida 2 yoshning muhabbati ayanchli fojia bilan yakunlandi. Ma'lum bo'lishicha, Yoshlik mahalla fuqarolar yig'ini Navobod ko'chasida yashovchi 1998-yilda tug'ilgan yigit 50-sonli maktabning 11-sinf bitiruvchisi bo'lgan sevgan qiziga rashk sabab pichoq bilan hujum qilgan. Juda aqlli, chiroyli, nihoyatda tarbiyali qiz, 11-sinfimiz qizimiz edi. O'qigan, olimpiadalarga borgan, bizdan oldin xususiy maktabda o'qigan, juda отличница, zo'r qiz bo'lgan. U to'g'risida hech qanaqa muammosi bo'lmagan. Даже uni orqasidan biror marta o'g'il bola maktabga kelib yoki tegajog'lik qilib, shilqimlik qilgan joyini eshitmaganman bundan oldin. Ularning o'rtasidagi ma'lumotdan xabarim yo'q lekin. Ular hech qanaqa hali berdim, anaqa qildim degan joylar bo'lmagan. Unashtirilmagan. Yo'q, umuman aloqasi yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, o'zaro janjal vaqtida yigit qizga ko'krak va qorin qismiga bir necha marotaba tan jarohat yetkazgan. Og'ir ahvolda shifoxonaga olib borilgan qizga shifokorlar tomonidan zudlik bilan tibbiy yordam ko'rsatilgan. Afsuski, olgan og'ir tan jarohatlari tufayli uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo'lmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda mazkur holatga qizning bitiruv kechasi uchun tanlagan libos sabab bo'lgani haqidagi turli xabarlar ham tarqalmoqda. Mazkur holat 6-may kuni sodir bo'lgan. Unga fuqaro unashtirilgan qizi bilan rashk tufayli o'zaro janjallashib qolishi sabab bo'lgan. Bu haqida Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Mazkur holat yuzasidan Kosonsoy tuman prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Mazkur fojia jamiyatda yoshlar o'rtasidagi munosabatlar, rashk va o'zaro zo'ravonlik oqibatlari haqida yana bir bor jiddiy o'ylab ko'rish zarurligini ko'rsatmoqda. Husniddin Hamidov, Rustamjon Sog'jonov, Ovoza informatsion dasturi uchun Namangan.